Bismillahirrohmanirrohim. Albatta inson bu borliqdagi yaratilgan mavjudotlarning eng afzalidir. Biron ustunligi sababli kichkina jamoa ichida afzalligini his qilayotgan inson o'zini afzal bo'lishiga sabab bo'lgan narsani yaxshi biladi. Lekin shuning bilan bir vaqtda koinot va yerdagi Alloh taolo yaratgan ulkan jamoa ichidagi afzalligini his qilmaydi. Bunga sabab bu ulkan jamoa ichida afzal qilib turgan narsani bilmasligidir. Agar inson bu narsani bilganda, bu ulkan jamoa ichida afzalligini his qilgan va bu borliqni haqiqiy xalifasi bo'lib yashagan bo'lar edi. Buni ushbu misolda osonroq tushunishimiz mumkin. O'zini boyligi yoki bilimi sababli kichkina jamoa ichida afzallikka erishgan inson o'zini afzal qilib turgan narsani yaxshi biladi va albatta bor kuchi bilan uni kuchaytirishga urinib, o'zini jamoasini shohidek tutadi va bu jamoa a'zolari unga bo'ysunadilar. Shuning uchun barcha yaratilgan mavjudotlar ichida insonni afzal bo'lishiga sabab bo'lgan narsani bilish o'ta muhimdir. Moddiy jihatdan inson bu borliq bilan umumiydir. Chunki inson tanasi barcha moddalar bo'ysunadigan qonunlarga bo'ysunadi. Masalan, o'tda yonadi, sovuqda muzlaydi, suvda cho'kadi va hokazo. Tiriklik jihatidan inson hayvonot va o'simlik dunyosi bilan bir xildir. Ya'ni barcha tirik jonzotlar bo'ysunadigan qonunlarga bo'ysunadi. Masalan, chanqasa suv ichadi, och qolsa oziqlanadi, o'sib ulg'ayadi, uylanadi, vafot qiladi. Lekin fikrlay olish qobiliyati va aql idrok bu borliqda faqat insonga berilgan ne'matdir. Faqat shu bilangina inson boshqa mavjudotlardan farq qiladi va faqat shugina insonni boshqa mavjudotlardan afzal bo'lishiga sabab bo'lgan narsadir. Garchi inson o'simlik kabi oziqlansa-da yoki hayvonlar kabi o'z bolalarini o'stirsa-da, u bu ishlarni o'z aql idroki bilan shunday go'zal suratda amalga oshiradiki, bizga shunday go'zal hayotni taklif qilgan mehribon va rahimli Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, aql bu insonning o'z tiriklik hojatlarini amalga oshiradigan asbob kabidir. Lekin inson bu asbobdan to'g'ri yoki noto'g'ri foydalanishi mumkin. Inson bu asbobdan noto'g'ri foydalanishi oqibatida hayvondan ham tuban hayot kechiradi. Agar inson bu asbobdan to'g'ri foydalansa, u farishtalardan ham afzal bo'lib, bu hayotda xalifa bo'lib yashaydi. Shuning uchun aqldan qanday foydalanishni bilish juda muhimdir. Bu esa bizni aql nima ekanligini qay darajada bilishimizga bog'liq. Masalan, sizning avtomobilingiz bo'lsangiz, siz uni qanday vazifa bajarishini bilmasangiz, undan to'g'ri foydalana olmaysiz. Boshqacha qilib aytganda, avtomobilingizni o'z vazifasini bajarmaydi. Garchi avtomobil sizning mulkingiz bo'lsa-da, siz uni haqiqiy egasi bo'la olmaysiz. Inson aqli ham shu avtomobil misoliga o'xshaydi. Lekin inson aqli o'z vazifasini bajarmasligi inson uchun katta baxtsizlikdir. Chunki uning vazifasi Allohni tanishdir. Inson faqat o'z aql idroki bilangina o'z yaratuvchisini taniydi. Garchi aql har bir insonda bor bo'lsa-da, kim uni nima ekanligini va qanday vazifa bajarishligini bilmasa, u aqlini to'g'ri boshqara olmaydi va o'z aqlini haqiqiy egasi bo'lmaydi. Bunday inson misoli ko'r kimsaga o'xshaydi. U yaratuvchisini tanimaydi va o'z nafsini quliga aylanadi. O'zidagi aql ne'matini va undagi go'zal qonuniyatlarni bilgan inson
uni haqiqiy egasiga aylanadi. Bunday insonning aqli o'z vazifasini bajaradi. Ya'ni u o'z yaratuvchisini taniydi. Bu esa o'z navbatida iymoni komillashib borishga olib boradi. Bunday inson hayoti faqat Allohning buyruq va taqiqlariga rioya qilib yashashdan iborat bo'ladi. Qur'oni Karimda aytiladiki: "Axir sizga Parvardigoringiz tomonidan nozil qilingan narsa aniq haqiqat ekanligini biladigan, iymon keltiradigan kishi ko'r kimsaga o'xshaydimi? Faqat Allohga bergan ahdlarga vafo qiladigan va misoq va'dalarini buzmaydigan aql egalarigina eslatma olurlar." Ra'd surasi 19-20 oyat. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, kimki islomga muvofiq hayot kechirishni istasa, u avvalo o'z aqlini haqiqiy egasi bo'lmog'i lozimdir. Chunki faqat aql egalarigina hayotdagi har bir voqeada o'z yaratuvchisini taniy oladi. Qur'oni Karimda aytiladiki: "Albatta osmonlar va yerning yaratilishida, kecha va kunduzni almashinib turishida, dengizda odamlarga kerakli narsalarni olib turadigan kemalarning suzishida, Alloh osmondan tushirgandan so'ng u sababli o'lik yerni tiriltirib har bir jonzotni tarqatib yoyib yuborgan suv degan ne'matda va shamollarning yo'naltirilishida, osmon va yer orasidagi itoatgo'y bulutda aql egalari uchun oyat, alomatlar bordir." Baqara surasi 164-oyat.